Yurist biznesga qo'shimcha pul, daromad olib kelmasligi mumkin, lekin topilgan daromadni saqlab qolishga yordam beradi. Katta biznes egalarini o'z yuristlari bor. Kichik biznesda ham yurist kerakmi? Nechta firma u bilan oldi berdi qilgan bo'lsa, hammasini tekshirardi. Bu bechora tadbirkorlar bankrot bo'lib, kasob bo'lib ketardi. 10 yil oldin ham tadbirkorlar emin-erkin ishlay olmagan. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni niyat qildimi, o'sha yurist olish kerak. Yurist qanday qilib biznesni katta zarardan saqlab qolishi mumkin? Bunaqa shartnomani siz internetdan topa olmaysiz. Bir guruh paydo bo'lgan, odamlarga foizga pul berish bilan shug'ullanadi. Birinchi $1 million deydi, 16 yoshida topganman deydi. Biznes egalari o'sha boshlamasdan oldin o'sha xonavayron bo'ldi-da. Nabarot uyimni bir kattaroq qilaman degan odam yuzidan qoldi. Assalomu alaykum Alisher aka. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Adashmasam 2 yilcha oldin advokatlar faoliyati haqida suhbatlashganda ko'rishgan edik. Xush kelibsiz. Rahmat, salomat bo'ling. Bugun esa biznes faoliyatida yurist nega kerak mavzusini yoritamiz. Nega biznesga umuman yurist kerak? Juda zo'r mavzu tanlangan. Biznesga yuristni kerakligining asosiy sababi yurist biznesga qo'shimcha pul, daromad olib kelmasligi mumkin, lekin topilgan daromadni saqlab qolishga yordam beradi. Ya'ni tadbirkor topilgan pulini yo'qotib qo'ymasligi uchun shu yurist javob beradi. Mas'ul bo'ladi, yordam beradi o'zini tajribasi, vazifalaridan kelib chiqib. Ya'ni agarda biznesni biz noldan oladigan bo'lsak, mana kimdir tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, MCJ ochadimi, YTT ochadimi, sheriklari bo'ladimi, asosiy savdo faoliyati nimadan iborat bo'ladi, ulgurji savdo, chakana savdo, ustavlari, shartnomalari hammasiga qaysi joyda faoliyat ko'rsatadi, ijara shartnomasi, skladi va hokazo, xodimlari bilan o'rtasida bo'ladigan mehnat shartnomalari, mana shu hammasiga albatta yurist kerak bo'ladi. O'shaning uchun biznesga bugungi kunda yurist kerak va juda ham zarur. Tushunarli. Bugungi kunda qanchalik biznes qilish xavfli yoki xavfsiz? Bugungi kunda tadbirkorlar emin-erkin faoliyat olib borishi mumkin. Chunki bunga qonun yo'l qo'yadi, qonun yordam beradi. Tadbirkorlar ularning faoliyati qonunan himoyalangan. 10 yil oldin ham tadbirkorlar emin-erkin ishlay olmagan. Sal biron bir tadbirkor sal bir nomi chiqib qolsa, albatta uni tekshirib bo'lardi. U tadbirkor bilan nechta firma oldi berdi qilgan bo'lsa, qarama-qarshi tekshiruv degan tushuncha bo'lardi tergovda, ya'ni strichka deyilardi, strichni tekshiruv. Nechta firma u bilan oldi berdi qilgan bo'lsa, hammasini tekshirardi. Bu bechora tadbirkorlar bankrot bo'lib, kasob bo'lib ketardi. Bugungi kunda bu amaliyot yo'q. Bugungi kunda amaliyot yo'q. Agarda tadbirkorni soliqdan ozgina qarzdorligi bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri jinoyat ishi ham qo'zg'atilmaydi. Ozgina vaqt beriladi. Solig'ini to'lab qo'y bo'ldi. Solig'ini to'laydimi, jinoyat javobgarlikdan ham ozod bo'ladi. Jinoyat ishi ham qo'zg'atilmaydi. Va hatto tadbirkorga bugungi kunda oddiy bir ichki ishlar bo'limini tergovchisi yoki tuman prokuraturasining tergovchisi jinoyat ishi qo'zg'ata olmaydi. Unga faqatgina Toshkent shahar prokurori va viloyat miqyosidagi prokurorlar jinoyat ishi qo'zg'ata oladi. Mana shuni o'zi ham tadbirkorlar bugungi kunda qonun himoyasida ekanligidan bir dalolat. Katta biznes egalarini o'z yuristlari bor. Kichik biznesda ham yurist kerakmi? Zo'r savol berdingiz. Bugungi kunda oldinga qaraganda yuristlarga ehtiyoj juda ham katta. Juda ham katta. Sabablarini yuqorida aytib o'tdim. Haqiqatda bugungi kunda O'zbekiston miqyosida juda ham ko'p yuridik firmalar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning ko'pchiligi katta biznes egalari, tashkilot yoki katta investor biznesmenlar bilan birga hamkorlikda ishlab kelishadi. Bilasizmi, katta biznes, o'rta biznes yoki kichik biznes tushunchalari bu iqtisodiyot sohasiga oid biznes tushunchasida, yuridik sohada bu masalaga unchalik qaralmaydi. Chunki katta biznes bo'ladimi, kichik biznes bo'ladimi, yuristning qiladigan vazifasi bir. Ya'ni kelishmovchilikni bartaraf qilish, zarar undirish, firmani ustav hujjatlarini tayyorlash, hammasi mana shu bir. Shuning uchun katta biznes bo'ladimi, kichik biznes bo'ladimi, hammasiga albatta yurist kerak. Faqatgina shunaqa tushuncha borki, firma uchun yuristni o'ziga nanimat qilish bu katta pulni talab qiladi degan nisbiy tushuncha bor, lekin bu unday emas. Chunki yurist
firmani masalan 5 million 10 million so'm va hokazo summaga siz uni shartnoma asosida olgan bo'lsangiz, ana shu yurist vaqti kelib mana shu firmani bundanda katta summalarni yo'qotib qo'yishidan himoya qiladi. Alisher aka, fuqarolarimiz faoliyatlari kichik biznes bo'lsin, xoh tadbirkorlik, qaysi paytda endi yuristga murojaat qilishi kerak? Mana shu fuqaro tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni niyat qildimi, o'sha yurist olish kerak. Sababini men tushuntirib aytaman. Bilasizmi, biz endi men amaliyotdan kelib chiqib aytaman-da, bizga murojaat qilgan yoki o'zimiz ishtirok etgan ishlardan kelib chiqib aytaman. Bizda fuqaro bir yigit deylik, bir loyihani amalga oshirmoqchi, shu biznes faoliyati bilan shug'ullanmoqchi. Lekin uni moddiy puli yetarli emas. Albatta u investorga murojaat qiladi, to'g'rimi? Endi faraz qiling, o'sha investorga murojaat qilganda bizda hozir Qo'shtirg'onchida shunaqa investorlar borki, pul bergandan keyin albatta birinchi shu pulni berganini zafiksировать qilishadi. Tilxat yozib olishadi, video syomkalar olishadi. Pulni himoya qilib olish uchun u yigitga tegishli bo'lgan uy joyini nomiga o'tkazib olishadi, mashinani nomiga o'tkazib olishadi va hokazo, bilasizmi? Bu jarayonda mana yurist bu jarayonda nimaga kerak? Agarda bu biznesga investor jalb qilinadigan bo'lsa, bu yerda investitsion shartnoma tuziladi. Kelishuv, investorlar o'rtasida kelishuv tuziladi. Ana shu kelishuvda kim necha pul tikadi, kim foydadan qancha oladi, agarda mana shu investor biznesdan chiqib ketadigan bo'lsa, uni ulushi nima bo'ladi va hokazo. Hamma kelishuv bo'ladi. Tushunyapsizmi? Agarda mana shu jarayonni bu boshlanishini o'zida agar yurist bo'lmaydigan bo'lsa, u investor uni qo'liga pul beradi-da, bugungi kungacha moda bo'lgan narsa bor. Pul bergandan keyin tilxat yozib oladi. Mazmuni shunaqa bo'ladiki, men palonchi yifdan palon ming AQSh dollarini 2 ta, 3 ta, 4 ta li avtomashinasini olib kelib berish uchun oldim degan mazmunda mana shu firibgarlikka moslashtirib, firibgarlikka taqab tilxat olish holatlari bu juda ko'p. Endi faraz qiling, agarda ana bechorani biznesi o'xshamasa, keyin nima bo'ladi? Endi shu Qo'shtirnoq ichidagi investor shu tilxatni ishga soladi, uni qamatadi. Ana o'shaning uchun ham men aytamanki, biznes qilish niyat bo'ldimi, o'sha yuristga murojaat qilish kerak. Juda qiziq. Rahmat javob uchun. Tadbirkorlarimiz eng ko'p qanday huquqiy xatolarga yo'l qo'yishadi? Tadbirkorlarimiz bugungi kunda eng ko'p yo'l qo'yadigan xatosi, birinchisi, agarda u savdo faoliyati bilan shug'ullanadigan bo'lsa, biron bir hujjat rasmiylashtirmasdan turib tovarni berish yoki sotib yuborish. Ikkinchisi, biron bir majburiyat bo'yniga oladigan bo'lsa, ana shu huquqiy hujjatlarni o'qimasdan imzo qo'yish. Mana shu ikkita holatda tadbirkorlar bugungi kunda bir oz murakkab vaziyatga tushib qolishmoqda. Chunki faraz qiling, biron bir tadbirkor 100 million, 200 million, 300 millionlik mahsulot sotdi, mahsulotni sotganligi bo'yicha ana shu odamda biror bir tasdiqlovchi hujjat yo'q. Agarda mahsulotni sotib olgan odam insofi bo'lsa pulini beradi, insofi bo'lmasa pulini bermasa, u tadbirkor uxladi. Sudga murojaat qiladigan bo'lsa, shartnoma qani deydi, ichki ishlar organlariga murojaat qilaman desa, daliling bormi deydi. Ana shu jarayonda bechora tadbirkor mana shu pulga kuyadi. Shu sababli bugungi kunda eng dolzarb mana shu ikkita masala. Biznesda shartnomasiz ishlash qanchalik xavfli? Biznesda shartnomasiz ishlab bo'lmaydi bugungi kunda. Chunki bilasizmi, bir paytlar edi, erkak kishi lavozda turardi deylardi. Hozir unaqa narsa yo'q. Bugungi kunda agarda biznesdan tashqarini qaraydigan bo'lsak, odamlarni uxlatayotgan bo'lsa, bugungi kunda firmalarni uxlatyapti. Mahsulotini oladi, shartnoma tuzadi, mahsulotini olib pulni bermay qo'yadi. Ana shu firma keyin bir 5-6 ta firmadan katta mahsulot olib, sotib, o'zini bankrot deb e'lon qilib yuboradi. Bu holat juda ko'p ekan. O'shaning uchun o'zini himoya qilib olish uchun mana shu firma albatta mahsulot sotadigan bo'lsa, shartnoma asosida sotish kerak. Chunki mana shu shartnomada har bitta holat yozilgan bo'ladi, ya'ni shartnomaning mazmuni, summasi, to'lovi, tomonlarning majburiyati, pul to'lanmagan taqdirda tomonlar qay tartibda qayerga murojaat qiladi, mana shu hammasi mana shu shartnomada yozilgan. Shartnoma bu mana shu tadbirkorning bugungi kundagi huquqiy himoyasi bo'lib hisoblanadi. Biz albatta barcha tadbirkorlarimizga o'zlarining xizmatlarini, xoh u tovar sotish bo'lsin, xoh u xizmat ko'rsatish bo'lsin, albatta shartnoma asosida amalga oshirishlarini biz tavsiya qilgan bo'lar edik. Faraz qiling, bir tadbirkor
bir mana shu pomesheniyani ijaraga olib savdo do'koni ochdi yoki salon ochdi, apteka ochdi. Lekin orada ijara shartnomasi yo'q. Mana shu joyda remont qildi, o'zini savdo faoliyati uchun moslashtirdi, bir qancha ishlarni amalga rasxod qildi. Endi joy egasi keladida, bo'shat deydi, men bu joyni boshqaga bermoqchiman deydi. Ana shu jarayonda bu tadbirkor bu yerga uni tikilgan puli bor. Agarda o'rtada shartnoma bo'lganida, birinchidan shartnomani bekor qilish sabablari, muddatlari ko'rsatilgan bo'lardi birinchidan. Ikkinchidan, agarda shartnoma mana shu joyni ijaraga beruvchi tomonni tashabbusi bilan agar bekor qilinadigan bo'lsa, unda tadbirkor tomonidan mana shu remont uchun, moslashtirish uchun, prilavkalar deymizmi, reklamalar uchun ishlatgan barcha sarf xarajatini undirib olish mumkin. Mana shuni hammasi shartnomada yozilgan bo'ladi. Biznesda hamkor yoki mijoz pulni bermay qo'ysa nima qilasiz? Biznesda bu holat juda ham bugungi kunda ko'p uchramoqda. Bugungi kunda birinchi navbatda agarda bu holatni tasdiqlovchi biron bir xat hujjat bo'lsa, shartnomalar bo'lsa, qonun tartibi qanaqa? Agarda siz shartnoma tuzdingiz, mahsulot berdingiz, pulini bermadi, siz birinchi mana shu mahsulot olgan odamga talabnoma jo'natasiz. Baraka topgur, sen mendan palon kuni mahsulot olding, soqasini ber degan mazmunda talabnoma berasiz. Talabnomaga 10 kun, 15 kun ichida javob kelmasa, ana keyin siz shartnoma bo'yicha qaysi sud yozilgan bo'lsa, ana shu sudga da'vo arizasi bilan siz murojaat qilasiz va u da'vo arizasi sud tomonidan ko'rilgandan keyin siz haq bo'lsangiz, sud tomonidan sizga qaror chiqadi undiruv to'g'risida. Ana keyin bu undiruv bilan majburiy ijro byurosi shug'ullanadi. Agarda bugungi kunda mana shu amaliyot ham sal yo'lga qo'yilyapti. Agarda bu mahsulotni olgan firmami yoki jismoniy shaxsni avvaldan u pulni berish niyati bo'lmagan bo'lsa, agarda tergov organi buni isbotlasa, bu to'g'ridan to'g'ri firibgarlik jinoyati tarkibini ham berishi mumkin. Amaliyotda bunaqa holat juda ko'p. Bugungi kunda biznes egalari bilan mehnat shartnomasi tuzmaslik qanday oqibatlarga olib keladi? Tadbirkorlarga bugungi kunda ularni qo'l ostida ishlayotgan xodimlarni barchasi bilan mehnat shartnomasi tuzish tavsiya etiladi. Bir paytlar bo'lar edi. 10 ta ishchisi bo'lsa, 2 tasini oformit qilib, 8 ta 9 tasini oformit qilmasdi. Nimagaki soliq katta chiqib ketardi. Bugungi kunda unaqa emas. Bemalol hammasini o'zini firmasiga qonuniy ravishda rasmiylashtirib, ularni ishlatish mumkin. Bu tadbirkorlar faqatgina himoyasiga ishlaydigan narsa. Mana shu sotuvchi deymizmi, firmani xodimi biron bir salbiy oqibatlarga yo'l qo'ysa, javobgarlik uning o'zida bo'ladi. Yoki bo'lmasam ularni o'zi bilan ham mehnat shartnomasi tuzishingiz mumkin, ham moddiy javobgarlik to'g'risidagi shartnomani tuzishingiz mumkin. Nima bo'lgan holatda ham mehnat shartnomasi albatta tuzish kerak, uni rasmiylashtirish kerak. Birinchidan bu tadbirkorga ham qo'shimcha tekshiruvlar nimalarni oldini oladi. Ikkinchidan mana shu xodimga ham kelgusida bu nafaqaga chiqishi bor, staj bo'lib xizmat qiladi. Bu ikki tarafga ham bugungi kunda juda ham ma'qul bo'ladigan holat. Shu o'rinda so'rab o'tishim kerak. Davlat organlari tekshiruvga kelsa, tadbirkor nimani bilishi kerak? Davlat organlari bugungi kunda to'g'ridan to'g'ri tadbirkorga tekshiruvga kela olmaydi. Bir paytlar shunaqa holatlar bo'lgan. Boya aytib o'tdik, 10 yil oldin налоговыйni bir oddiy xodimi ham guvohnomasini ko'rsatib, do'konni tekshirib keturgan. Или shu do'konni egasini do'laga ham qo'yib berishgan paytlari bo'lgan. Bo'lgan bu narsalar. Bugungi kunda unday emas. Soliq organi agar tekshiradigan bo'lsa, ruxsat olish tartiblari bor. Tadbirkor kursga qo'yiladi. Tadbirkorga tekshiruv masalasi bo'yicha tegishli hamma buyruqlari taqdim qilinadi, jurnallarga ro'yxatga o'tkaziladi. To'g'ridan to'g'ri kelib tekshira olmaydi. Tadbirkor bemalol cho'chimasa ham bo'ladi. Mana shu jarayonda ham agarda mana shu tadbirkor yuristi bo'lsa, faqatgina tadbirkor foydasiga ishlaydigan narsa. Yurist olish kerak. Tushunarli. Biznes nomi yoki logotipni boshqa odam ishlatib yubormaslik uchun nima qilish kerak unda? Biz bilamiz, bugungi kunda ko'p tadbirkorlar o'ziga shaxsiy brend yaratgan yoki biror bir brendni rivojlantirish bilan shug'ullanishadi. Bilasizmi, qonunchilikda shunaqa tartib borki, mana shu brend nomini davlat ro'yxatidan o'tkazish kerak. Bilasizmi, uni kim yaratgani qiziq emas. Uni kim birinchi bo'lib davlat ro'yxatidan o'tkazsa, ana shu brend shuniki bo'ladi.
tushuntira oldimi? O'shaning uchun shu brend egasi o'ziga biron bir logotipmi, brendmi yaratdimi, tegishli tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazgandan keyin bemalol foydalanishi mumkin. Agarda yana bitta tarafi, agarda u boshqa biror bir odamni brendidan ruxsatsiz foydalanadigan bo'lsa, u javobgarlikni olib kelishi mumkin. Javobgarlikni olib kelishi mumkin. Yuqorida Alisher aka shartnomalar haqida gaplashdik. Fuqarolarimiz internetdan olingan tayyor shartnomalardan foydalansa bo'ladimi? Shartnomalarchi, bilasizmi, xizmat turiga qarab o'ziga xos yo'nalishlari bo'ladi. Masalan, mahsulot yetkazib berish shartnomasi, mahsulot qurilish mahsuloti bo'lishi mumkin, oziq-ovqat mahsuloti bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam tez buziladigan mahsulotlar bo'lishi mumkin. Ana shu har bitta yo'nalishga qarab alohida shartnoma tuziladi. Masalan, qurilish mahsulotini yetkazib berish uchun oddiy mashina ham bo'laveradi. Bizga yuk mashinasi bo'ladi. Endi tez buziladigan mahsulotni yetkazib berish uchun bizga albatta xolodilnik bo'lishi kerak. To'g'rimi? Ana shu xolodilnikni temperaturasi necha gradusdan tushib ketmasligi kerak. Tushuntira oldingmi? Mana shu hamma talablar shartnomada bo'ladi. Bunaqa shartnomani siz internetdan topa olmaysiz. Yoki bo'lmasam yana bitta narsani aytib o'taman. Mana biz boya yana ijara shartnomasiga to'xtaldik, boshqa shartnomalarga to'xtaldik. Bilasizmi, shartnomani internetdan mayli shablonini olishingiz mumkin, lekin qolgan joylarini siz o'zingizga moslashtirib yozishingiz kerak. Men aytaman, shartnoma faqatgina bu sizni himoyangizga ishlaydigan hujjat. Faqatgina sizni himoya qiladi. Internetdan olish mumkin. U yerda to'g'ridan-to'g'ri shablonda, masalan, biz bilamizki, bugungi kunda soliq organlari tomonidan ijara shartnomasi ijara tomonidan amalga oshiriladi va u yerda bir varorli bir kichkinagina shartnoma. U yerda taraflarni javobgarligi, mana yana boya aytib o'tganimdek, agarda u muddatidan oldin ijara shartnomasini bekor qiladigan bo'lsa nima bo'ladi, u joyni remont qilgan bo'lsa uni puli nima bo'ladi, mana shunaqa joylari borda. Men bir amaliyotdan sizga aytib o'taman, biz bir aptekaga shartnoma qilib berdik. Ular bizga iltimos qilishdi, talablarini aytishdi. Biz shunaqa shartnoma qilib berdikki, u apteka bir joyni ijaraga oladi, o'zi yonidan remont qiladi, reklamalarini osadi, ichiga mebellarni obstanovkasini qiladi, hamma narsasini qilib beradi va muayyan muddatgacha, aytaylik 3 yilgacha. Agarda mana shu 3 yillik ichida joyni ijaraga bergan odam ijara shartnomasini bekor qiladigan bo'lsa, mana shu aptekachi tomonidan remont uchun, mebellar uchun, reklama uchun qilingan barcha xarajatlar, undan tashqari aptekani boshqa obyektga ko'chirish bilan bog'liq sarf-xarajatlar, undan tashqari agarda mana shu apteka bu bir obyektdan ko'chib ikkinchi obyektga borib joylashguncha tabiiyki bir 1-2 oy vaqt o'tadi. Ana shu 2 oy ichida uni muayyan dorilarni suvga ichib ketadigan bo'lsa, uni ham pulni to'lab beradigan qilib biz mana shunaqa mustahkam shartnomalar yozib berganmiz. Alisher aka, yuristga oldindan murojaat qilish arzonroqmi yoki muammo chiqqandan keyinmi? O'zingiz nima bilaysiz? Albatta oldindan murojaat qilish kerak. Chunki u muammo, bilasizmi, qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Yuristga oldindan murojaat qilinmadi, biron bir kelishuv amalga oshirildi yoki savdo faoliyati amalga oshirildi, biron bir hujjat rasmiylashtirilmadi yoki rasmiylashtirilgan bo'lsa ham taraflarni himoya qiluvchi birorta bandlar yozilmadi-da, keyin yurist jalb qilinyapti. Yurist imzolangan shartnomaga o'zgartirish kirita olmaydi-ku. Bir kelishuv shartnomasi bo'ladimi, oldi-sotdi shartnomasi bo'ladimi? Sehrgar emas-ku. To'g'ri. Shunaqa tushuncha borki, tadbirkorlar yuristga ko'p pul berib yuborganmiz, ortiqcha rasxod, ortiqcha xarajat degan tushuncha bilan qarashadi. Lekin haqiqatda tajribali, o'zini sohasini zo'r tushunadigan yurist bo'lsa, bu tadbirkorga faqatgina foyda keltiradi. Chunki mana men misol keltirib o'taman, oldi-sotdi faoliyati amalga oshirildi, shartnomasiz. Avtomashina sotdilar masalan, shartnoma yo'q. Keyin ozgina vaqtdan keyin nima bo'ldi? U avtomashina probega aylantirilgan bo'lib chiqdi. Ancha-muncha joylari kraskalangan bo'lib chiqdi. Endi uni isbotlash kerak-da.
agarda shartnoma bo'lganida oldi sotdi shartnomasi, masalan oldi sotdi shartnomasi avtomashinani oldi sotdi shartnomasi summasi yoziladi, avtomashinani markalari va tomonlarning javobgarligi degan joylarida yozilishi mumkin ediki, agarda mana shu avtomashina maxsus mutaxassislar tekshiruvidan o'tkazilganda nuqsonlar aniqlansa, probega aylantirilsa yoki bo'yalgan qismlari aniqlangan taqdirda shartnomani bekor qilish mumkin yoki bo'lmasam manimcha pul miqdorida kompensatsiya pulini qaytarish mumkin degan bandlari bo'lganida ana o'shanda avtomashinani sotib olgan odam bunchalik pulga tushmagan bo'lar edi. Tushuntira oldimmi sizga? Shuning uchun bugungi kunda endi zamonning o'zi shuni talab qilyapti-da, har bitta harakatingizni siz huquqiy tomonlama mustahkamlab borishingizga zamon o'zi talab qilyapti-da. Tushunarli. Yurist qanday qilib biznesni katta zarardan saqlab qolishi mumkin? Endi biznes bo'lgandan keyin biz asosan shartnomaviy majburiyatlarga murojaat qilamizda. Shartnomani yozish jarayonida har bitta so'z juda ham katta rol o'ynaydi. Ana rus tilida bor-ku, kaznit nельзя помиловать, kaznit nельзя помиловать degan narsalar bor-ku, bu shartnomada ham bor. Har bitta so'z, majburiyat tomonlarni juda ham katta zararlardan saqlab qolishi mumkin yoki bo'lmasam tomonlarni himoya qilishi mumkin. Endi biz kuzatuvchilarimiz uchun zeriktirmaslik uchun, tushunarli bo'lishi uchun yana biz amaliyotdan kelib chiqib misollarga murojaat qilamiz, misollar keltirib o'tamiz. Bir qurilish firmasi bir obyektda qurilish ishlarini bajardi. Shartnomaga asosan va mana shu obyektni remont bo'lgan tashkilot endi unga pul berishni xohlamayapti. Ana shu jarayonda yurist nima qiladi? Yurist birinchi ularga talabnoma beradi. Birinchi ish bajarilganligini zafiksировать qiladi, ish bajarilganligini tasdiqlatib oladi. Keyin talabnoma beradi. Talabnomaga javob bo'lgandan keyin to'g'ridan to'g'ri sudga beradi. Sud qarori chiqadi, ijroga tushadi. Ana keyin ijro harakatlari davomida ana shu qarzdor tashkilotni hamma bankdagi shotlariga arest solinadi, mol mulkiga taqiq qo'yiladi. Yana ham to'lamasa, oxiri keyin uni mol mulki sotilgandan keyin unga pulini keyin to'lab berishligi mumkin. Bugungi endi asosiy suhbatimiz biznes bo'lgandan keyin asosan biznes egalari va boshqa tadbirkorlar o'rtasidagi munosabatlarni ko'rib chiqamiz-da. Tadbirkorlar o'rtasidagi munosabatlarga biz asosan urg'u qaratamiz. Yurist tanlashda biznes egalari nimalarga e'tibor berish kerak? Bilasizmi, bugungi kunda masalan vrachlik sohasida har bitta yo'nalishda o'zining mutaxassislari bor, masalan neyropatolog bor, kardiolog bor, travmatolog bor, xuddi shu soha yuridik sohada ham bor. Ya'ni jinoyat yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar, fuqarolik, iqtisodiy, bugungi kunda yangi paydo bo'lgan IT sohasi bo'yicha, patent sohasi bo'yicha mutaxassislar bor. Agarda mana shu tadbirkor o'zini yo'nalishdan kelib chiqqan holda mana shu yo'nalishda faoliyat yuritadigan yuristlarga murojaat qilishi kerak. Bilasizmi, bugungi kunda yuristlarga baholash jarayonida ularning diplomiga emas, ularning tajribasiga qarash kerak. Ularning reklamasiga emas, firmasini brendiga emas, uni tajribasiga qarash kerak. Qanday katta ishlarda yutgan yoki ishtirok etgan deymizmi, kelishuvlarda ishtirok etgan deymizmi, ana shularga e'tibor qaratish kerak. Endi bugungi kunda praktika qanaqa? O'zimizda ham shunaqa bo'ladiki, biz biron bir yuridik shaxs firma bizga murojaat qiladigan bo'lsa, boshlanishiga bir ishi berib ko'rib, sinab ko'radi. Bir shug'ullanib ko'ringlarchi degan mazmunda. Agarda siz unga mana shu ish doirasida maksimal darajada yordam yoki ijobiy agar yechim qilib beradigan bo'lsangiz, kelgusida albatta u siz bilan birga ishlashni boshlaydi. To'g'ri. Shuning uchun yurist tanlashda birinchi navbatda uni tajribasiga va yo'nalishiga e'tibor berish kerak. Endi biznes boshlayotganlar uchun huquqiy jihatdan bir nechta maslahatingiz? Yangi ish boshlayotgan biznes tadbirkor yosh yigitlarimizga deymizmi, tengdoshlarimizga deymizmi, maslahat shundan iboratki, bu biznesda pul yo'qotish xavfi biroz yuqori. Birinchi navbatda shoshish kerak emas. Men tushunaman, yoshlarda hali energiya kuchli, qon qaynayapti. Hamma ijtimoiy tarmoqqa o'tirib olgan, Instagramga o'tsa, ko'pchilik o'zini yo'q narsasini reklama qiladi. Yo'q narsasini bir chiroyli hayotni ko'rsatadi.
birinchi 1 million dollarini deydi 16 yoshimda topganman deydi. Bilmaydiki 16 yoshda 9 sinf bo'ladiku. Nimaga kalkulyatorga to'g'ri kelmaydi. Unaqa havoga gaplarga deymizmi, ishonish kerak emas. Odam faqat o'zini kuchiga, o'zini aqliga ishonish kerak, shoshish kerak emas. Har bitta harakatini o'ylab qilish kerak. Biz yana yuqorida aytib o'tdik, investorlarni jalb qilish jarayonida, ulardan pulni olish jarayonida, u pulni biznesga qo'shish jarayonida, ijaraga olish paytlarida mana shu pomisheniyani deymizmi, joyni ijaraga olish jarayonida, xodimlar bilan ishlash jarayonlarida hammasiga e'tibor berish kerak. Chunki bilasizmi, men endi yana ham amaliyotga qaytamiz. Bizga bir 7 tami 8 ta odam murojaat qilganda, hammasini problemasi bir xil. Bir guruh paydo bo'lgan, odamlarga foizga pul berish bilan shug'ullanadi. Endi qo'shtirnoq ichida ularning nomi investor. Maqsad u emas. Qo'lida puli bor muayyan miqdorda, ana shu odamlar yaxshi niyat bilan biznes qilaman degan g'oya bor. Chunki daromadimni ko'paytiraman deydi, ahvolimni yaxshilayman deydi, bolalarimni o'qitishim kerak deydi, biznes qilib ko'ray deydi. Chunki undan tashqari biznes egalariga yaratilayotgan imkoniyatlar, undan tashqari mana Instagramda bitta otsangiz katta biznes egalari o'zini hayotini gapirib berib, yoshlarga hammaga motivatsiya beryapti. Ana undan keyin ular g'ayrat oladi-da, quvvat oladi-da, biznes qilaman deydi. Ana shu qo'shtirnoqchidagi investorlar ular nima qiladi? 1 yilga deydi, men senga deydi bu pulni deydi bir 40%, 50% ga beraman deydi. Yo'qotish qarang. Ikkinchisi aytadiki, pulli evaziga sen menga garovchi uyni men nomga o'tkazib berasan deydi. Yoki mashinani uyini deydi. Ana keyin orada mana bechorani biznesi o'xshamay qolsa, oxiri nima qiladi? Uydan haydab o'tadi. Yo sudga beradi. Chonsa o'sha biznes egalari o'sha boshlamasdan oldin o'sha xonavayron bo'ldi-da. Nabarot uyimni bir kattaroq qilaman degan odam uysiz ham qoldi. Shuning uchun bugungi kunda eng tinchi masalan moliya tashkilotlari bor. Ularda hammasi hujjat bilan. Tomonlar pulni to'lamasa nima bo'ladi, kechiktirsa nima bo'ladi, hamma narsasi bor. Bank bilan ham masalan kredit shartnomasi bor, leasing shartnomasi bor. Yoki bo'lmasa mana bugungi kunda islom moliya banklarining filiallari ochyapti. Qulaylik juda ko'p. Faqatgina shoshish kerak emas-da. Endi men bilaman, tushunamanki, shu tadbirkorlar xat hujjatdan uzoqroq yuradi deydi, vaqt yo'q deydi. Lekin bilasizmi, mana shu xat hujjat payti kelib juda ham og'ir oqibatlardan shu tadbirkorni himoya qiladi. Chunki men sizga aytyapman-ku, hozir bir 7 tami odam uysiz qolganda, mana shu bir 3 ta bir qo'shtirnoqchida nimalarning kasofatidan, investorlarning kasofatidan bilasiz. Men ularga rahmim kelgan. Men ularni biz harakat ham qilib ko'rdik. Masalan, sudga berib, mana shu uy o'tkazishdagi oldi-sotdi shartnomasini haqiqiy emasini topib ko'ramizmi, boshqa unga dalil yetmaydi-da. Dalil yetmaydi-da. Masalan-ku, lekin bir 2 yilcha oldin tergov organlari tomonidan amaliyot boshlandi. Mana shunaqa pulni foizga berib, odamlarni qaqshatayotgan guruhlarga nisbatan jinoyat ishlari bo'ldi. Bugungi kunda bu amaliyot nimagadir biroz to'xtab qoldi. Biz agarda bizani qonun ijodkorlari ko'rishayotgan bo'lsa, mana shu jarayonga ham bir baho berib, kodekslarga bir o'zgartirish kiritishsa, ancha odamni og'irini yengil qilgan bo'lishar edi. Xulosa o'rnida shuni aytamizki, tadbirkorlarga bugungi kunda yurist juda ham zarur. Bilasizmi? Yuristlar ham tushunadi-da, ya'ni endi tadbirkorlik qilayotgan odam bilan katta summaga shartnoma qilmaydi-da. Bizga masalan bizda shunaqa odat borki, biz shartnoma qilganimizdan keyin 2 oy, 3 oy bepul xizmat ko'rsatamiz. Toki u tadbirkor yigit sal ishni yo'lga qo'yib olsin, sal nafas olsin, sal bir qism daromadga kirsa, yoki bo'lmasam 50% chegirma qilamiz, 40% chegirma qilamiz. Endi xizmat turimizga qarab-da, vazifamizga qarab. Albatta. Endi biz ham tushunamiz uni. U bechora hali biron bir ishi boshlamagan yurist keldi, yurist palon million desa bechora qochib ketadi-ku. Shuning uchun biz ham agarda bizani ko'rayotgan tadbirkorlar bo'lsa, marhamat murojaat qilishlari mumkin. Yo'nalishlariga qarab biz albatta ularga albatta yordam beramiz va turli xil
oxir oqibatlardan biz albatta ularni himoya qilamiz. Podkastimizga kelganingizga rahmat. Suhbatimiz manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat, sizlarga ham salomat bo'linglar.